Biz ayollar fitratimizga ko'ra qabul qiluvchimiz, erkaklar esa beruvchi. Masalan, ta'minot beruvchi, gul beruvchi, sovg'a beruvchi, mehr beruvchi. Umuman erkaklar ayol uchun hamma narsani qilib beruvchi rolida yaratilgan. Ularda buni qilish uchun hamma imkoniyat yetarli. Ayollar esa shunchaki qabul qiluvchi bo'lishi kerak. Lekin hozirgi kunda ayollarimiz qabul qiluvchi emas, beruvchiga aylangani uchun, o'zi hamma narsaga harakat qilayotgani, o'zi hamma ishni bo'yniga olayotgani uchun baxtsiz va qalbi xotirjam emas. Xo'p, qabul qiluvchi roliga qaytish uchun nimalar qilish kerak? Agar siz hech narsa qilmasdan hamma narsaga erishishni, shunchaki hamma narsani qabul qilib oladigan ayol bo'lishni istasangiz, 1-2 may kunlari o'zimning Telegram kanalimda bo'lib o'tadigan Ayol va pul nomli bepul 2 kunlik marafonimga sizni taklif qilaman. 2 kunlik bepul marafonimda ishtirok etish orqali siz haqiqiy qabul qiluvchi ayolga aylanish, erkak rolidagi emas, haqiqiy ayol rolidagi ichki xotirjamlikka, ichki osoyishtalikka ega baxtli ayolga aylanish uchun maxsus texnika va praktikalarni, maxsus qo'llamalarni va gaydlarni qo'lga kiritasiz. Men Mehriyor O'zmetova 4 yillik tajribaga ega, oliy ma'lumotli ayollarni rivojlantirish bo'yicha ekspertman. Shu paytgacha faoliyatimda 2000 dan ortiq ayollarni o'z hayotlarini rivojlantirishida, o'zlarini topishlarida hissamni qo'shganman va yordam berganman va marafonimda ham albatta sizga manfaatli ilmlar berishga tayyorman. Barchangizni o'z marafonimda kutib qolaman.